Mana endi hozir ko'tolimizni yoqamiz. Gazimizni ko'tardik. Ko'tol yondi. Ko'rganingizdek, o'sha kiraverish kamaydi. Buni endi shu holatda ham regulirovka qilish kerak. Ya'ni buni hozir 20 ga ko'tarishingiz kerak. Hech bo'lmasa bunga 20 kirib turishi kerak-da. Ko'rayotganlaringizdek hozir bu yerga 15 ham ko'prik kelyapti. Hozir maksimalnida yonyapti-da bu. 20 berib ko'ramiz. Bo'ldi, bu ko'p bu. Ko'p. Shuni o'ngga tushiramiz. Mana bu normalniy yondi. Hozir maksimalnida ishlayapti. Mana bunda katushka modulyatsiya. Minimalkada yonib turishini ham regulirovka qilish kerak-da. Mana bu bittasini qo'poramiz. Hozir minimalnida turadi mana. Hozir minimalniy gareniyada yonib turibdi. Mana statistikada yana ko'payadi gaz. Hozir yana maksimalkaga qo'ysak, gaz yana bu yerda kelishi pasayadi. Mana bu yerda ko'payadi, kamayadi. Xullas mana shunaqa qilib qishdan oldin bitta regulirovka qilib olsangiz, gaz taraflama hech kimda muammo bo'lmaydi. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'lasizlar.